Okey, salom barchaga. Bugun sizlar bilan men Maki. Bugun biz Buldropga ancha obunachim so'rashyapti. Qanday qilib pul soladi, qanday qilib pul chiqaradi. Bugungi videoda barchasini o'rgatib o'taman. Bola kanalga iloji boricha obuna bo'lib, like bosish esdan chiqmasin, aktivni ko'tarishimiz kerak. Obunachini bomba qilishimiz kerak. O'shaning uchun kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Men tekinga promo kod beraman. Faqat ikkita akkauntdan YouTube kanalimga obuna bo'lsalaring bo'ldi. Men ancha odamga tekinga promo kod berdim. Natijalarini agar Telegramdan lichkamga yozsalaring, natijalarini tashlab beraman. Promo kodlarni bemalol tekinga beraman. Qancha qimmat bo'lsa ham promo kodni o'zingiz tanlab olasiz. Biz gapni cho'zmasdan videoni boshladik. Xo'p, biz birinchi navbatda qanaqa qilib Buldrop balansimizni to'ldirishni o'rganamiz. Bu yerda menu degan joyda bosamiz va hisobni to'ldirish bor. Hisobni to'ldirishni ustiga bossak, bizga shunday oyna ochiladi. Bizda har xil bank karta yordamida, Visa karta yordamida, Humo karta yordamida, Click yordamida ham balansimizni to'ldirishimiz mumkin. Eng minimumi 1,5 ming so'm, 30 ming so'mgacha boradi. 1,5 ming so'mdan 30 ming so'mgacha to'ldirishimiz mumkin. Biz 30 ming so'm tanlaymiz. Bu yerda 20% qo'shib beradigan promo kodlar bor. Shu promo kodlarni kiritsalaring, o'sha promo kod shans qo'shib beradi. Narsa qanchalik yaxshi tushadi va shansini oshirib beradi. Meni hali promo kodim yo'q. Aktiv qancha ko'tarilsa, men ham promo kod olaman. Bu yoqqa hisobni to'ldirishni bosamiz. 30 ming so'm. Hozirda bank kartalar ishlamayotgan ekan. Короче, o'shanaqa qilib ishlab ketdi. Humo uzni bosamiz. Humodan bu yerda karta beradi. G'afurov degan odam chiqib keladi. Mana shu kartaga pul taylashlaring kerak, 30 ming so'm va chekni taylashlaring kerak. Men pulni o'tkazdim bosib. Va balanslaringni to'ldirib olsalaring bo'ladi. Endi biz qanday pul chiqarishni o'rganamiz. Menu degan joyga bosib, xuddi shunday chiqarib olish oltin degan joyda bosamiz. O'sha yerdan o'yinda nomini tanlaysizlar. Hozir biz PUBG ni tanlaymiz. Roblox, Genshin Impact, CS2 hammasiga donat qilsalaring bo'ladi. Chiqarib olsalaring bo'ladi pulni. PUBG ni bosamiz biz. Va bu yoqqa ID kiritish kerak. Xohlagan IDlaringni, akkauntlaringning IDsini kiritasiz. Va pulni chiqarib olsalaring bo'ladi. Miqdori bizga qancha coin bo'lsa, o'shancha UC chiqarib olsak bo'ladi. Masalan, menda 5000 ta bu coin bor. Bizga shuncha UC beradi. 3900 UC beradi bizga. Bu yoqdan UC ni chiqarib olishni bosamiz va bizga xabar keladi. Shunaqa qilib pulni chiqarib olsak, UC ni chiqarib olsak bo'ladi. Keyin men o'zimni lichkamni silkasini taylab qo'yaman. Iloji boricha aktivni bomba qilamiz. Zapis ketyapti. Iloji boricha aktivni bomba qilamiz va kanalga obuna bo'lishni esingizdan chiqazmang. Men tekinga promo kod beryapman, esingizdan chiqazmang. Menga lichkamga yozsalaring, ikkita akkauntdan YouTube kanalimga obuna bo'lsalaring bo'ldi. Tekinga promo kod beraman. Promo kodni o'zlaring tanlaysizlar. Barchaga xayr, e'tiborlaringiz uchun rahmat.